Jannat ahli jannatga kirar ekanlar, har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kelayotganlarga qarab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi deyar ekan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mu'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin desa, yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. Salamun alaykum deyapti. Assalomu alaykum. U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgan deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib turar ekanlar. Ular jannatga kiraverishda bir chashmaga borib poklanadilar. Bu yerda bir chashma bor. Mana shu chashmada yuvingan inson shunday bir go'zallashib ketadi. Ularga jannat ne'matlari yog'iladi. Hatto badandagi tuklardan xushbo'yliklar taraladi. Sochlar go'yo atirli moy surilgandek holatga kelib qoladi. Ustilarida ipak va shoyilardan bo'lgan ko'zlarni yashnatuvchi eng go'zal liboslarni kiyar ekanlar. Jannatga kirgan insonlarning yuzlari xuddi Badr kechasidagi to'lin oy kabi bo'ladi. Ba'zilari hatto charaqlagan yulduz kabi bo'ladi. Ular u yerda hojat qilmaydilar, tuflamaydilar, burun qoqmaydilar. Insonni tabiatiga ta'sir qiladigan birorta nojoiz harakat yo'q. Kelishgan, bo'ylari uzun, Odam alayhissalom kabi 60 ziro bo'ladi. Jannat ahli soqolsiz bo'lar ekan azizlar. Ko'zlari tim qora bo'ladi. Ularning yoshligi ketmaydi, hech qachon qarimaydilar. Kasal ham bo'lmaydilar. Kiyimlari ham eskirmaydi. Jannat ahli 33 yoshda bo'lar ekan. U yerda kecha bo'lmaydi, nurli kunlar bo'ladi. Jannatga kirgan inson mana shu joyda abadiy qoladi inshaalloh.